Assalomu alaykum. Ahmedova Mashhuraman. 10 yildan beri diabet. Yaqinroq gapiring. 10 yildan beri diabet bilan og'riyapman. 5 yildan beri tirnoqlarim ichiga o'syapti. Qishda oyoq kiyim kiyishga qiynalyapman. Shu oyoq kiyimlar haqida ham ma'lumot bersangiz. Xo'p. Demak, umumiy qismi diabeti bor odam oyog'ini uchini siqadigan, tegi yupqa, relyefi yo'q oyoq kiyim kiyishi mumkin emas. Endi sizni tirnog'ingiz ichiga o'sishi haqida. Mana klassika tufli deydi-yu, uchi uchli bo'ladi. Shunaqa narsa kiyishingiz mumkin emas. Uchi keng bo'lishi kerak. Toshkentda yashaysiz-a? Yo'q, Farg'onada. Hozir pediatrlar, podologlar ko'payib ketdi. Xususiysi ham bor. Endokrinologiya dispanserida pediatristlar bor. Borasiz, ikkita narsani ko'rganman. Birinchisi, ichiga o'sadigan tirnog'ingizni to'g'rilab, yoniga, ikkita chetiga qo'yiladigan prokladkalar bor. Kichkina prokladka bor. Tirnog'ingizni tashqariga o'sadigan qilib, ichiga joylashtirib qo'yadi. Tirnog'ingizni chetiga. Keyin skopka ko'rganman. Mana daftar o'rtasida skopka bo'ladi. Esla olasizmi? Mana steplerni qisadigan narsasi bor. Bundoq qilib qog'ozni teshib bir-biriga yopishtiradi. O'shani tashqariga qarab tortadigan, ochadigan skopkalarni ko'rganman. Tirnog'ingizni ikkita chetiga o'sha narsani kiydirib qo'ysa, ichiga o'smasdan tashqariga to'g'ri, chiroyli o'sadigan qilib tashqariga tortib turadi. Tirnoq yumshoq narsa. O'sha skopka yoki tagiga qo'yilgan, chetiga qo'yilgan prokladka yordamida to'g'ri o'sishni boshlaydi. Agar uchi uchli oyog'ingizni uchini qisadigan, o'sha barmog'ingizni qisib, tirnog'ini qiyshaytirib yuboradigan narsa kiymasangiz, tirnog'ingiz sog'lom odamdagi o'sib chiqadi. Agar Farg'ona yoki viloyatlarda topmasanglar, bu savol o'zi ko'pchilikni qiynayotgan bo'lsa, endokrinologiya markazida shunaqa narsalarni ko'rganman. Hozir xususiy pediatristlar ham ko'payib ketdi. Telefon qilib, bormi shunaqa narsa, tirnog'im ichiga o'sadi, yordam bera olasizmi deb ham gaplashib ko'rishingiz mumkin. Tushundingizmi? Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.